Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. O'ttim avgust sanasi atrofida cashback, pensiya va kommunal to'lovlar bo'yicha ko'pchilik odamlar bilmasdan pul yo'qotishi, kechikib qolishi yoki ortiqcha jarima to'lashi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, nafaqat karta ishlatadiganlarga, balki har oy gaz, elektr, suv, chiqindi, internet yoki telefon uchun to'lov qiladigan har bir oilaga tegishli. Men bu videoda sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? O'ttim avgustgacha nima qilib qo'yish foydali? Qaysi holatlarda xavotirga tushmaslik kerak? Qaysi joylarda esa juda ehtiyot bo'lish kerak? Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa cashback va kommunal to'lovlarda mayda ko'rgan bitta xato keyin pulingiz qaytmasligiga yoki qarzdorlik chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday amaliy va odamlarga real foyda beradigan ma'lumotlarni muntazam tushuntirib boraman. Avvalo muammoni aniq qilib olaylik. Ko'pchilik odamlar cashbackni oddiy bonus deb o'ylaydi. Karta bilan to'ladim. Pulning bir qismi qaytadi bo'ldi. Lekin amalda cashback ko'pincha ma'lum shartlarga bog'langan bo'ladi. Masalan, to'lov qayerda qilingan, qaysi karta ishlatilgan, to'lov fiskal chek bilan tasdiqlanganmi? Mobil ilovadagi ma'lumotlar to'g'rimi? Muddat o'tib ketmaganmi? Tizimda qarzdorlik yoki texnik xatolik yo'qmi? Shu sababli bir odam to'lov qiladi va cashback oladi. Boshqa odam aynan shunga o'xshash to'lov qiladi. Lekin cashback tushmaydi. Pensiya masalasida ham shunday. Ayrim odamlar pensiya kartaga tushadi. Demak hammasi avtomatik deb o'ylaydi. Lekin pensiya oluvchining pasport ma'lumotlari, bank kartasi muddati, yashash manzili, ishonchnoma orqali olish holati, vaqtincha boshqa hududda bo'lishi, kartaning bloklanishi yoki bankdagi texnik cheklovlar to'lov kunida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa bayram oldi kunlarida yoki oy oxirida bank va davlat tizimlarida yuklama ko'payadi. Natijada odam pul kerak bo'lgan paytda bankomat oldida qolib ketadi. Kommunal to'lovlarda esa eng ko'p uchraydigan muammo boshqa. Odam to'lov qildim deb xotirjam yuradi, lekin to'lov noto'g'ri hisob raqamga ketgan. Eski shaxsiy hisobga tushgan, qarzdorlik yangilanmagan. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan yoki to'lov terminali kvitansiyasini saqlamagan bo'ladi. Keyin gaz, elektr yoki suv bo'yicha ogohlantirish keladi. Odam asabiylashadi. Men to'laganman-ku deydi. Lekin isbot uchun kvitansiya ilova tarixi, shaxsiy hisob raqami va sanalar kerak bo'ladi. O'tamiz nima uchun muhim? Oy oxiri va yangi oyning boshlanishi oldidan ko'p xizmatlarda hisob-kitob yopiladi. Qarzdorliklar shakllanadi, limitlar yangilanadi, cashback davrlari tugaydi. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ro'yxatlar tekshiriladi. Men har doim odamlarga shuni aytaman: oy oxirini kutib o'tirmang. Ayniqsa o'ttim avgust kabi muhim sanalarda moliyaviy ishlaringizni bir marta tekshirib chiqing. Bu yarim soat vaqt oladi, lekin keyin bir necha kun yugurib yurishdan qutqaradi. Oldin ko'pchilik to'lovlarni kassaga borib qilardi. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, suv uchun alohida kassaga borishardi. Kvitansiya qo'lga berilar, odam uni uyda papkaga solib qo'yardi. Muammo bo'lsa, o'sha qog'oz kvitansiyani olib borib ko'rsatardi. Bu tizim sekin edi. Lekin odamda jismoniy isbot bor edi. Hozir esa hamma narsa tezlashdi. Mobil ilova, bank kartasi, QR to'lov, avtomatik to'lov, onlayn chek, SMS xabarnoma bu juda qulay. Uyda o'tirib 5 daqiqada hamma kommunal to'lovlarni to'lash mumkin. Lekin qulaylik bilan birga javobgarlik ham oshdi. Endi siz shaxsiy hisob raqamini to'g'ri kiritsangiz, ilovada eski ma'lumot saqlanib qolgan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichini taxminan yozsangiz yoki to'lovdan keyin elektron chekni saqlamasangiz, keyin muammoni hal qilish qiyinlashadi. Cashbackda ham o'zgarish katta. Avvallari odamlar asosan naqd pul ishlatardi. Naqd pulda to'laganda hech qanday cashback bo'lmaydi. Hozir ko'pchilik karta orqali to'laydi va cashback kutadi. Lekin karta orqali har qanday to'lov avtomatik cashback degani emas. Masalan, do'konda poyezd terminal orqali to'laganingiz boshqa, odamning kartasiga karta tokda pul o'tkazib berganingiz boshqa. Birinchisida savdo operatsiyasi bo'lishi mumkin, ikkinchisida oddiy pul o'tkazmasi bo'ladi. Cashback shartlari odatda oddiy pul o'tkazmalariga tatbiq etilmaydi. Pensiya bo'yicha ham raqamlashtirish kuchaydi. Bu yaxshi, chunki navbat kamaydi, pul kartaga tushadi, yaqinlar ortiqcha yugurmaydi. Ammo pensionerning kartasi muddati tugagan bo'lsa, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bank ilovasiga kira olmasa, SMS kelmayotgan bo'lsa, bu holatlarni oldindan tekshirish kerak. Ayniqsa o'ttim avgustgacha bunday tekshiruvni qilib qo'yish muhim.
Chunki oy oxirida bankka murojaat qiluvchilar ko'payadi. Men birinchi navbatda cashbackdan boshlayman. Chunki odamlar ko'pincha shu joyda eng ko'p adashadi. Cashback bu sizga sovg'a emas. Bu ma'lum shartlar bajarilganda qaytariladigan bonus yoki pulning bir qismi. Shuning uchun har bir to'lovdan oldin 3 ta savolga javob berish kerak. Birinchisi, bu operatsiya cashbackka tushadimi? Ikkinchisi, cashback uchun muddat o'tmaganmi? Uchinchisi, to'lovni tasdiqlovchi chek bormi? Masalan, siz 500 ming so'mlik oziq-ovqat xarid qildingiz. Agar bank yoki servis 1% cashback bersa, siz 5 ming so'm olishingiz mumkin. Bu mayda ko'rinadi. Lekin o'yladi bir oyda oziq-ovqatga 3 million so'm, dorixonaga 700 ming so'm, yo'qlig'iga 20 million so'm, kommunal va boshqa xizmatlarga yana 20 million so'm ketayotgan bo'lsa, umumiy karta xarajatlari 5 million so'mdan oshadi. 1% cashback 7 ming so'm degani. 2% bo'lsa 5 ming so'm. Bir yilda bu 600 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu endi mayda pul emas. Lekin men ko'rgan eng ko'p xato shuki, odam do'konda sotuvchiga kartaga tashlab beraman deydi. Sotuvchi ham o'zining shaxsiy kartasini beradi. Xaridor 500 ming so'm o'tkazadi va keyin cashback kutadi. Bu yerda muammo shundaki, bank tizimida bu savdo xaridi emas, jismoniy shaxsga pul o'tkazmasi sifatida ko'rinadi. Demak, cashback tushmasligi mumkin. Agar siz cashback olishni xohlasangiz, imkon qadar rasmiy POS terminal, QR to'lov yoki fiskal chek beriladigan yo'l orqali to'lang. Yana bir misol. Opa dorixonadan 300 ming so'mlik dori oladi. Karta orqali to'laydi. Cashback kutadi, lekin tushmaydi. Sababini tekshirsak, dorixona terminali boshqa faoliyat kodi bilan ro'yxatdan o'tgan yoki aksiya shartlarida dorixona kategoriyasi kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta ishlatdim. Demak, cashback keladi degan qarash har doim ham to'g'ri emas. Cashback bo'yicha 30 avgustgacha nimalarni tekshirish kerak? Birinchidan, mobil ilovaningizda cashback bo'limiga kiring. Qancha cashback yig'ilgan, qanchasi tasdiqlangan, qanchasi kutilmoqda, qachongacha ishlatish kerak? Hammasini ko'ring. Ba'zi cashbacklar oy oxirida yonib ketishi mumkin yoki ma'lum muddat ichida faollashtirilmasa hisobga tushmaydi. Ikkinchidan, oxirgi 10 yil 15 ta xaridni ko'rib chiqing. Agar katta xaridlar bo'lgan bo'lsa, masalan, maishiy texnika 1 million so'm, telefon 2 million so'm, kiyim-kechak 20 million so'm. Ularni cashbackka tushgan-tushmaganini tekshiring. Uchinchi qadam, elektron cheklarni saqlang. Telefoningizda screenshot qiling. Bank ilovasida PDF bo'lsa yuklab oling. Kimlar ayniqsa xavotir qilishi kerak? Birinchisi, ko'p xarid qiladigan oilalar. Ikkinchisi, kichik biznes egalari. Chunki ular o'z shaxsiy xarajatlari va ish xarajatlarini aralashtirib yuborishadi. Uchinchisi, pensioner ota-onasining kartasidan foydalanib xarid qiladigan farzandlar. To'rtinchisi, kredit karta yoki muddatli to'lov kartalaridan foydalanuvchilar. Chunki ba'zan cashback bor deb o'ylab xarid qilinadi. Lekin keyin komissiya yoki foiz cashbackdan ko'proq bo'lib chiqadi. Kimlar xavotir qilmasa ham bo'ladi. Agar siz naqd pul ishlatsangiz va cashbackka umid qilmasangiz, bu qism siz uchun unchalik xavfli emas. Agar sizning bank kartangizda cashback dasturi umuman yo'q bo'lsa, ham shartlarni tekshirish shart emas. Lekin baribir men maslahat beraman. Bank ilovangizni bir marta ochib ko'ring. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda cashback dasturiga ulangan bo'ladi, pul yig'ilib yotadi, lekin ishlatilmaydi. Endi pensiya masalasiga o'tamiz. Pensiya oluvchilar uchun eng muhim narsa vaqtida pul tushishi va uni muammosiz yechib olishdir. Men ko'p marta shunday holatlarni ko'rganman. Pensioner boboning pensiyasi tushgan, lekin karta muddati tugagan. Bankomat karta bilan ishlamaydi. Bobo bankka boradi. Navbat katta. Hujjat kerak, telefon raqami eski. Natijada bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. 30 avgustgacha pensiya bo'yicha tekshiriladigan birinchi narsa bu karta muddati. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar karta muddati avgustda tugayotgan bo'lsa yoki sentabrda tugasa, hozirroq bankka murojaat qiling. Hali ishlayapti-ku deb kutmang. Chunki pensiya tushadigan kunda karta bloklanib qolsa pul hisobda turadi, lekin foydalanish qiyinlashadi. Ikkinchi narsa SMS xabarnoma va telefon raqami. Ko'p pensionerlar telefon raqamini almashtiradi, lekin bankka xabar bermaydi. Keyin kodlar eski raqamga ketadi. Farzandi yordam bermoqchi bo'ladi, lekin ilovaga kira olmaydi. Shuning uchun pensionerning bankdagi telefon raqami amaldagi raqam ekanini tekshiring. Agar otangiz yoki onangiz pensiya olsa, bugun kechqurun ulardan kartani, telefonni SMS kelayotgan kelmayotganini so'rang.
Bu juda oddiy savol. Lekin katta muammoning oldini oladi. Uchinchi narsa ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner kasal bo'lsa, boshqa odam uning nomidan pensiyani olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganini tekshirish kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, bank yoki tegishli tashkilot pul berishni rad etishi mumkin. Bu noqulay vaziyatni aynan pul kerak bo'lgan kunda bilish eng yomoni. To'rtinchi narsa pensiya miqdorini tekshirish. Har oy tushayotgan summa bir xilmi? Kamayish bo'lmadimi? Qo'shimcha to'lovlar tushdimi? Qarzdorlik yoki ushlab qolishlar bormi? Shuni ko'rish kerak. Masalan, bir pensioner odatda 1000-200 ming so'm oladi. Bu oy 1000-50 ming so'm tushdi. U mayli, keyin tushar deb yuradi. Lekin aslida qaysidir ushlab qolish, texnik xato yoki hujjatdagi muammo bo'lishi mumkin. Buni darhol aniqlash kerak. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak? Yoshi katta, bank ilovasidan foydalanmaydigan pensionerlar, yolg'iz yashaydigan pensionerlar, karta muddati yaqinlashganlar, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, yashash manzili o'zgarganlar, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov oluvchilar. Chunki bunday to'lovlarda hujjat va maqom bilan bog'liq tekshiruvlar ko'proq bo'ladi. Kimlar xavotir qilmasa bo'ladi. Agar kartangiz yangi bo'lsa, pensiya har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsa, ilovaga kira olsangiz va hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir o'ttim avgustgacha bir marta balans va hujjatlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p muammo chiqadigan joyga keldik. Kommunal to'lovlar, elektr, gaz, ichimlik suvi, issiq suv, chiqindi, lift shirkat, internet, telefon. Har birining o'z shaxsiy hisob raqami, o'z muddati, o'z hisoblash tartibi bor. Odamlarning ko'p xatosi shuki, ular bitta to'lovni qilib hammasi yopildi deb o'ylaydi. Aslida esa har bir xizmatni alohida tekshirish kerak. Masalan, siz elektr uchun 200 ming so'm to'ladingiz. Ilovada to'lov muvaffaqiyatli deb chiqdi. Lekin shaxsiy hisob raqamining oxirgi raqamini noto'g'ri kiritgan bo'lsangiz, pul boshqa abonentga tushishi mumkin. Keyin sizning hisobingizda qarzdorlik qoladi. Bunday holatda pulni qaytarish yoki to'g'ri hisobga o'tkazish uchun ariza, chek, pasport, shaxsiy hisob raqami kerak bo'ladi. Bu esa vaqt oladi. Gaz bo'yicha yana bir nozik joy bor. Hisoblagich ko'rsatkichi. Agar siz ko'rsatkichni noto'g'ri kiritsangiz, keyingi oy hisob kitobda farq chiqadi. Masalan, hisoblagichda 2400 etim ko'rsatib turgan bo'lsa, siz adashib 12300 ko'rim deb kiritdingiz. Oradagi do'qonim ko'p uchun ortiqcha hisob chiqishi mumkin. Yoki aksincha kam kiritib qo'ysangiz, keyin katta qarzdorlik birdan paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Hisoblagichni rasmga oling, keyin ilovaga kiriting. Rasmda sana ko'rinib tursa yanada yaxshi. Suv bo'yicha ham xuddi shunday. Ayniqsa xonadonda bir nechta hisoblagich bo'lsa, oshxona, hammom, issiq suv, sovuq suv. Odamlar ularni aralashtirib yuboradi. Natijada sovuq suv ko'rsatkichi issiq suvga kiritiladi yoki aksincha. Bu oddiy xato, lekin keyin hisob kitobni tuzatish oson emas. Chiqindi va shirkat to'lovlarida esa ko'pchilik umuman e'tibor bermaydi. Bu kichkina summa-ku deydi. Lekin 15 ming so'm, 25 ming so'm, 30 ming so'mdan yig'ilib boraversa, bir yil ichida sezilarli qarzdorlik bo'ladi. Keyin uy sotish, ro'yxatdan o'tkazish, ma'lumotnoma olish yoki boshqa hujjat ishlarida qarzdorlik chiqib qoladi. 30 avgustgacha kommunal bo'yicha men tavsiya qiladigan eng muhim ish har bir xizmat bo'yicha shaxsiy hisob raqamini ochib, balansni tekshiring. Faqat to'lov qilganingizga ishonmang. Aynan qarzdorlik 0 bo'lganini yoki oldindan to'lov turganini ko'ring. Agar 10 ming so'm, 20 ming so'm farq chiqsa ham e'tiborsiz qoldirmang. Chunki tizimda pensiya yoki cheklov avtomatik yurishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, to'lov muvaffaqiyatli yozuv har doim qarzdorlik yopildi degani emas. Bu faqat pul ilova yoki bank orqali qabul qilinganini bildiradi. Pul tegishli tashkilot bazasiga tushib, sizning shaxsiy hisobingizga o'tirishi uchun biroz vaqt ketishi mumkin. Ba'zan bir necha daqiqa, ba'zan bir necha soat, ba'zan texnik holatda bir kun. Shuning uchun katta yoki muhim to'lovni eng oxirgi kunga qoldirmang. Ikkinchi tuzoq, komissiya. Siz 8 ming so'm qarzingiz bor deb o'ylaysiz va 100 ming so'm to'laysiz. Lekin ilova 1% komissiya ushlab qolsa, xizmatga 9 ming so'm tushishi mumkin. Yoki aksincha komissiya alohida olinishi mumkin. Natijada 1000 ming so'm qarz qoladi. Bu arzimas ko'rinadi.
Lekin ayrim tizimlarda qarzdorlik sifatida ko'rinishda davom etadi. Shuning uchun to'lovdan keyin balansni qayta tekshiring. 3-tuzoq. Eski shaxsiy hisob raqami, uy sotib olingan, ijaraga olingan, hisob raqam yangilangan yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot o'zgargan bo'lishi mumkin. Siz esa ilovada saqlanib qolgan eski ma'lumot orqali to'lov qilaverasiz. Ayniqsa yaqinda ko'chib kelganlar buni albatta tekshirishi kerak. Uy egasidan yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan yangi shaxsiy hisob raqamlarini yozma yoki rasmiy ko'rinishda oling. 4-tuzoq. Begona odamga ishonib to'lov qildirish. Masalan, qo'shni, tanish yoki kassadagi odam bering. Men to'lab qo'yaman deydi. Albatta hamma yomon niyatli emas, lekin pulingiz va hisobingiz sizniki. To'lov qilingandan keyin chekni darhol oling. Chekda sana, summa xizmat turi. Shaxsiy hisob raqami va operatsiya raqami bo'lishi kerak. Agar faqat to'ladim degan gap bo'lsa, bu isbot emas. 5-nozik jihat, keshbek uchun chek va kommunal uchun chek bir xil ahamiyatga ega emas. Keshbekda ba'zan fiskal chek kerak bo'ladi. Kommunalda esa abonent hisobiga to'lov tushgani muhim. Lekin ikkala holatda ham isbot saqlash kerak. Men tavsiya qilaman, telefoningizda alohida to'lovlar degan papka oching. Elektr, gaz, suv, pensiya, keshbek, bank kabi alohida albomlar qiling. Har bir chekni skrinshot qilib o'sha papkaga joylang. Bu tartib bir marta o'rnatilsa, keyin juda ko'p asabni saqlaydi. 6-jihat. Pensiya kartasidan boshqa odamlar foydalanishi. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Farzand do'kon qiladi, naqd kechada to'lov qiladi. Agar oilada kelishuv bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin huquqiy va moliyaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan pensioner o'z kartasidagi operatsiyalarni bilishi kerak. Chunki karta yo'qolsa, noto'g'ri pul yechilsa yoki firibgarlik bo'lsa, javobgarlikni aniqlash qiyinlashadi. 7-jihat firibgarlar. 3-avgust, oy oxiri, to'lovlar, pensiya, keshbekdan mavzular firibgarlar uchun ham qulay bahona. Ular qo'ng'iroq qilib, keshbekingiz kuyib ketmasligi uchun kodni ayting. Pensiya kartangizni yangilaymiz. Kommunal qarzingizni yopib beramiz. Jarima chiqmasligi uchun havolaga kiring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, SMS kodini hech kimga aytmang. Karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodini bermang. Rasmiy ilovadan boshqa havolalarga kirmang. Bank yoki davlat tashkiloti sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Endi aniq reja beraman. Buni qog'ozga yozib oling yoki videoni to'xtatib ketma-ket bajaring. 1-qadam. Bank ilovangizni oching. Karta balansini, oxirgi operatsiyalarni va keshbek bo'limini tekshiring. Qancha keshbek yig'ilgan, ishlatish muddati bormi ko'ring. Agar tushmagan katta keshbek bo'lsa, operatsiya chekini toping va bank qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Murojaatda shunday yozing: falon sanada, falon summaga to'lov qildim. Operatsiya raqami mana keshbek hisoblanmadi. Sababni tushuntirib berishingizni so'rayman. 2-qadam, pensiya oluvchi bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner bo'lsa, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangimi? Telefon raqami to'g'rimi? SMS kelayaptimi? Bankomatdan pul yechish imkoniyati bormi? Shularni ko'ring. Agar karta muddat tugayotgan bo'lsa, bankka boring. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ba'zan eski karta ham so'raladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan masofaviy yoki ishonchnoma orqali qanday tartib borligini so'rang. 3-qadam, kommunal xizmatlar ro'yxatini tuzing. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, chiqindi, shirkat, internet, telefon. Har birining yoniga shaxsiy hisob raqamini yozing. Keyin ilova yoki rasmiy sayt orqali har birini tekshiring. Qarzdorlik bo'lsa to'lang. To'lovdan keyin chekni saqlang. Eng muhimi, 10-15 daqiqadan keyin qayta kirib, balans o'zgarganini tekshiring. 4-qadam, hisoblagichlarni rasmga oling. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich, rasm tiniq bo'lsin, raqamlar ko'rinsin. Agar ko'rsatish kiritish kerak bo'lsa, aynan rasmga qarab kiriting. Taxmin qilmang. O'tgan oy shunaqa edi. Bu oy taxminan buncha bo'lsa kerak degan yondashuv keyin katta farq chiqaradi. 5-qadam, kvitansiyalarni tartibga soling. Agar qog'oz chek bo'lsa, rasmga oling. Agar elektron bo'lsa, skrinshot qiling. Har bir fayl nomiga sana va xizmat turini yozib qo'ysangiz yanada yaxshi. Masalan, 2024 yo'llanma elektr 2000 yoki 30-avgust gaz to'lov. Bu oddiy tartib keyin murojaat qilganda dalil bo'ladi. 6-qadam, qarindoshlaringizga ayting. Ayniqsa ota-ona, bobo-buvi yolg'iz yashaydigan qo'shni yoki bank ilovasidan foydalanmaydigan odamlar bor bo'lsa, ularga yordam bering. Ba'zan bir pensioner kartasini tekshira olmaydi.
Lekin uning kartasi muddati tugashiga 2 kun qolgan bo'ladi. Siz vaqtida ko'rib qolsangiz, katta muammoning oldini olasiz. 7-qadam, shubhali qo'ng'iroqlar va xabarlarga javob bermang. Agar kimdir sizga 3-avgustgacha cashback olish uchun kod ayting desa, bu xavfli. Agar havola yuborib, karta ma'lumotlarini kiriting desa, kirmang. Faqat rasmiy bank ilovasi. Rasmiy to'lov ilovasi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy kanallari orqali ish qiling. Hujjatlar bo'yicha nimalar kerak bo'lishi mumkin? Bankka borishda pasport yoki ID karta, bank kartasi. Telefon raqamingiz ulangan SIM karta kerak bo'ladi. Pensiya masalasida qo'shimcha ravishda pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlar so'ralishi mumkin. Kommunal bo'yicha muammo bo'lsa, pasport, uy hujjati yoki shartnoma. Shaxsiy hisob raqami, to'lov cheki va hisoblagich rasmi kerak bo'ladi. Agar boshqa odam nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar to'lov noto'g'ri ketgan bo'lsa, nima qilish kerak? Avvalo vahimaga tushmang. To'lov chekini toping. Qaysi xizmatga, qaysi hisob raqamga, qaysi sanada qancha summa ketganini aniqlang. Keyin to'lov qilgan ilova yoki bank qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozing. Bir vaqtning o'zida kommunal tashkilotga ham murojaat qiling. Arizada to'lov noto'g'ri shaxsiy hisobga ketgan, to'g'ri hisob raqamim mana, summani qayta o'tkazish yoki qaytarish bo'yicha yordam so'rayman deb yoziladi. Chekni ilova qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa yozma murojaat qoldiring. Agar pensiya tushmasa nima qilish kerak? Birinchi navbatda bank balansini tekshiring. Ba'zan SMS kelmaydi, lekin pul tushgan bo'ladi. Keyin bankdan hisobda cheklov yo'qligini so'rang. Agar bank tomonda muammo bo'lmasa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy to'lov organiga murojaat qiling. Murojaatda FIsh, pasport ma'lumotlari, pensiya turi, odatda tushadigan sana, bu oy tushmagani aniq yozing. Hujjatlarni tayyor holda olib boring. Pul tushmadi deb umumiy aytishdan ko'ra, aniq sana va summani aytsangiz, masala tezroq ko'riladi. Agar cashback tushmasa, nima qilish kerak? Shartlarni tekshiring. Operatsiya turi mos keladimi? Minimal summa bormi? Maksimal limit to'lmaganmi? Aksiya muddati tugamaganmi? Karta turmush keyin bankka yozing. Cashback bo'yicha murojaatda his tuyg'u emas, fakt kerak. Sana, summa, savdo nuqtasi, karta turi, operatsiya raqami, chek. Shunda javob olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yakunda shuni alohida aytaman. 30 avgust kuni yoki ungacha hammasini bir marta tekshirib qo'yish bu ortiqcha ish emas. Bu o'z pulingizni himoya qilish. Bugun yarim soat vaqt ajratsangiz, ertaga cashback kuyib ketmaydi. Pensiya kartasi bilan muammo chiqmaydi. Kommunal qarzdorlik kutilmaganda boshingizga tushmaydi. Xulosa qilib aytsam, 30 avgust atrofida 3 ta narsani albatta tekshiring. Cashbacklaringizni, pensiya kartasi va to'lov holatini, kommunal qarzdorlik va hisoblagich ko'rsatkichlarini. Cashbackda shartlar va muddatlarga qarang. Pensiyada karta muddati, telefon raqami va hujjatlar to'g'riligini ko'ring. Kommunalda esa har bir xizmat bo'yicha shaxsiy hisob raqami, balans va cheklarni tekshiring. Men ekspert sifatida sizga eng asosiy maslahatni beraman. Moliyaviy masalalarda keyin ko'raman degan odat eng qimmat xatoga aylanadi. Ayniqsa oy oxirida bitta noto'g'ri raqam, bitta saqlanmagan chek yoki bitta muddat tugagan karta odamni ovora qiladi. Shuning uchun bugunoq tekshiring. Yaqinlaringizga ham ayting. Sizda cashback tushmagan holat bo'lganmi? Pensiya yoki kommunal to'lovlarda muammoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing. Men va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali tajriba bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qo'shnilaringiz yoki tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni o'tkazib yubormaslik kerak.